Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishloq dorivor o'simligi. Ismi sigir quyruq. Rus tilida kovaryak deyiladi. Sigir quyruq qir adirlarida joylashgan bo'lib, balandligi 1,5-2 metrcha chiqadigan dorivor o'simlik. May oyining oxiri va iyul oylari pishib gullaydigan dorivor o'simlik. Gul va barglaridan olib quritilib yil davomida iste'mol qilsak bo'ladi. Sigir quyruqning asosan shifobaxsh xususiyatlari: yo'talni to'xtatuvchi, ko'k yo'tal, bronxa shamollashlarida, nafas yo'llari kasalliklarida iste'mol qilsangiz bo'ladi. Bilmagan insonlar bilgan insonlardan so'raydi. Doktorlar tavsiyasi bilan kam iste'mol qilsak bo'ladi.